güçlü bu. Emirhan, Saygın, eşini koştu! Miladi 1203-yili Temircin ahiri Karaylarni mag'lub qildi. Shuningdan e'tiboran Mo'ng'ul yayliqining 3dan 2 qismini u o'z ilkiga oldi. Men jiroqlashmaslikqa tegishli odam bilan jiroqlashdimmi yoki asli jiroq turishga tegishli odam bilan yaqinlashdimmi? Mana endi el jamoatim teri-perang bo'lib o'zim egichoqsiz qoldim. Endi bu da deganing nima foydasi? Hozir eng muhim ish bunday qanaqash masalasida qaror qilish. Tog'ang Tayanxonga bay'at qildi. Biz endi qanday qila olaydik? Maymonlar yurtiga berib, boshqa kelganni ko'raylik. Undaq bo'lsa, o'zlar basla. Yuringlar. Sen Dayağa, kucağını taptolama. Qag'anim, tapamıdıq. Maymonlarga beqin deydi. Jabuqa oltin, dag'ari taylachi. Ularni birlikka deydi. Ola. Tez bo'l. Saqqa ayqashimshimi? Uçuşu. Yo'q, men ayg'oqchi emas. Karay ulusining Emirxoni. Sen Emirxonmi? Chaqchaqma, sen Emirxon bo'lsang, men uni oltin xonlig'ining xonimi bo'lmadim. Men rost Emirxon. Sizlarning Tayanxon meni ko'rgan. Oldiga boshlab Abbos ona meni tunaydi. Meni o'tga ishtirmoqchimisan? Tayanxonning o'rdisi Abbosam, o sening sarang aldamchiligini bilsa, meni kallam tenimdan juda bo'lmadi. Men sarang emas, aldamchimi emas. Rost Emirxon bo'laman. Fi, sen Emirxonmi? Unda sening 100 kishidan kesirgini, çok hoşunu gini. Men mag'lub bo'ldim. Xonlig'im halok bo'ldi. Shuni Tayanxonga bay'at qilib keldim. Meni ahmoq ko'rib o'tamsan? Kelinglar. Uning kallasini yo'q. Azbiroy Xudo. Meni Tayanxonning oldiga olib boring. Seni ta'mirga uzdi. Men hikoyani Tayanxonga aytib beray. Tanrım,
Aşkımı bu yerga kelgandimi? Temircin oğlum, xonligimni halok qilgan bo'lsa-mu, menga hayotlik yo'li berar edi. Nima? Shundoq ishni qilamsizlar? Men ish bo'pti, shuncha bola cho'chib ketgidek. Xonanamga ma'lum o'g'ay, bir chegarachi eriga o'zini keraklarni Amirxon degan bir odamni tutyapti. Rost yolg'onligini uqmadik. Elibli kasallar oydin bo'lmadi. Ular uni ag'aqchimkin deb o'ltirib yutibdi. Tangrim. Tayanxon, qo'shinlarni qanday boshqarganlar bu? Burunqi erim marhum atlari hayot chig'ida bunday ishlar bo'lmagan. Bir chegarachi eriga farmansizlik o'z bilginicha ish qilsa qanday bo'ladi? Chiqinglar, chiqib ketinglar. Endi qanday qilamiz? Nima dedim? O'zini Amirxon degan hiliq odam Mo'ng'ullardan mag'lub bo'lib bizga bay'at qilib kelibdi ekan. Yolg'on. Amirxon degan nom obro'li qo'g'in tursa, qandoqsiga nom nishonsiz Temirchinga mag'lub bo'ladi. Qanota, unutib qoldingmi? O'tganda Sabraq shikimiz Amirxonni mag'lub qilgan hiliq chog'da Osh Temirchin bizni chekilishga majbur qilgan. O sizlar degandek nom nishonsiz odam emas. Temirchin? Ha, bu ishni uzoq yili Sabraq bilan kuchliksiligi demaganmidi? Unutib qolganlarim nemisi? Biroq necha kun ilgari hiliqi jaqagan bu kelib bizga bay'at qilganda Temirchinni zadli bosh ko'taraman salg'i tushib qoldi demaganmidi? Jaqagan bu Temirchinni tilg'i og'amidi? Mening ajab esimga qolmabdi desa. Sizlarning ko'zlari Tayir O'simning kichik qizidan boshqa narsani ko'rmagan o'xshaydi. Bo'ldi, Amirxonning gapiga kelaylik. Bu osongo. Uning kallasini kestirib keliblar, uning enasiga tunitib baqsanlar bo'lmadimi? Yaxshi ekan. Tatatona, farmondan birini yasla, chigirdikilarga olib bersin. Eliqichilik o'zini Amirxon deganning kallasini kesib ilib kelsin, ko'rib baqay, chaqqan bo'lsin. Sesib ketmasin yana. Farmon berdarman. Yeydigan hech narsamiz qolmadi. Yashash uchun bo'lib kelmayman amali yo'q. Nima? Bizning yilqi o'g'irlashga sanmoqchimisiz? Tanrı bizni kechirdi. Ilojisiz shunday qilishga majbur bo'lyapmiz. Anisi bulayli. Ayollar tog'da qoldi, erlar mamlat tog'da tushib bulaydi. Yeydigan ishchilarning hammasini bulaymiz. Odam kelsak, zuvoni bolaning hammasini qilib yetamiz. Bulanchilik qilish aslida gunoh tursa, yana odam o'ltiramizlar. Unda qilsanlar Tanrı bizlarni hargiz kechirmaydi. Sizdek bir yilqichilik xotini nimani biladingiz? Tirik qoldirsak, naymanchiliklar xabar deb bizni o'ltirib etmamdi. U chog'da hech qaysimiz tirik qolmaymiz. Yuringlar. Aka! Jaqagan bu, ona tundingizmi? Jamuqa, ona tundinglarmi? Tundim. Rosa Amirxon ekan. Tayanxon, akam cho'qim ilojsizlikdan Nayman qabilasiga panohlik tilab kelgan. Kim bilsin, uning bundan ichimish o'lib ketadiganini. Bu Sabraqsa, qo'shni amning shundoq nom obro'li podshoyini nimishqa o'z bilginicha o'ltirayotgandi. Baribir kallasi elinib qopti. Uningdan Ag'rimxon bilan o'rniq kelamidi? Uningdan ko'ra topni chaqirib, uning batnisini tantanlik o'tkazib bersak bo'lmadimi? Shunday qilaylik. Jaqagan bu, o'rningizdan turing. Mening vazir sangollarim uning vazir uzralari qatorida, o'g'il kelinlarim uning bola chaqir qatorida aqingizga ta'ziya bildirsin. Amirxonni shoni sifatida podsholar qatorida o'staylik. Xo'sh, menikini uzatqanday, ha? Kuchlik. Tatatovani chaqirib kel, mehrni metkazsin.
Emirhan'ın kalısını kümüş bile bizgeyse. Hop. Tayan Han. Akam esli oğlu sen gün bilen belli idi. Han aleyleri adam evetip sen günü tepip onu başbanak boğayla. Boluda. Bu işini özünüz bijirgeysiz. Onun hayatı sansanaksız şan şerefle kuçup ötken bolsun o. Lekin o kentler ve ahgönül kişiydi. Onun mertebesi tümenligen el budullarını ayağı baş koyguzgan bolsun o. Lekin o özünü tolumu salmak tutkan idi. Hazır o azaplık fani dünyadan kol üzüp bizden ayrıldı. O özünün mulayimliği, samimiliği ve şan şerefini belli elip gitti. Caqagen bu. Akınız ölüp şunca hürmetki sazavar boldu. Merhumun gözüm uçuk etmeydiğen boldu. Artıkça azaplanıp ketmen ha? Tayan Han'ın bu neyranbazlığı sizge kızık duyulmadı mı? Kanata, bu kayırının kanlısını ibadet sıpınları koyup, bundaq debdeblik təziye murasımı ötküzüp verişinin zürüriydi bağ mı? Sen nimeni bilettin? Ben fakat tırış yürgen vezir serkerdilerge köz şunda kıldım. Fakat mənle bu cahandaki en rahim bir parça ikeliğimi bildirip koyay dedim. İhtimal bazılarını hamakat nadan padişah da boyla atkandı. Sen? Bu naahli, hanatan şundak yapılam sen. Tanrı'nın cezasından korkmam sen. Emmesini kırarsa iblis! Kilola! Emirhan'ın kalısını sıptın eliydiler! Bulala! Eliydiler! Taşıydılar! Çakan taşıydılar! Bulala! Çakan bulala! Tanrım! Zade inmişti o! Akam ölüp mu? Ervayı emin tapmadı. Tayan Han, kallanını ilip akamның kısasını alımen. Caqagen bu. Tişleydiğen et herkes kalmaydı. Yılkı oğrısının yılkısı bakım kemeye batıdı. Biz giteyli. Kitemdi. Nege? Tayan Han'a bekinayli. O bizni ep kalamı? Emirhan'ın akıtını unutup kaldınız mı? Emmeylerinin gün kıralışıya benim amalım ba. Kandak aman? Sen gününü tutup Tayan Han'a taktım kılaylı. Yak. Tanrım, bundak siz kandak buludu. O sizin hocayınız dursa. Lekin o bizim kerey ulusuna halak kıldı. Ondakta Tanrım onun cezasını versin. Biz öz yerimiz gımanaylı. Hey, ahmak hatun, işlerimle herkes çandırıp koyma. Muşiyatı saklap dur. Kımırlama. Gep kımma. Neymiş ki neyse. Kosova'nın toylusu var. Evet yani yolu çıkamaz. Ben oylandım. Hem de yıkığı bu bir meyli. Tayan Han bizi kubur kımısa cenettirip kımınaylı. Şehirinin o tarafında Ulgut kabilesi var. Ula belki bizi kubur kıkala. Menimce sıla çokum hem çarçap hem kapılık tatıp kağaçka közleri törlüşüp ketken okşaydı. Ölüknün kanlısı kandak sıkı külalaydı. Sanığın sabıra köşklik yaptı! Körüşmeydi. Neymiş ki kayıtsızlık kılısız, ben körüşmeyime demedim mi? Emirhan ölse, sıra onun kanlısını kesip ekeldirip tonuttular. Bu kandak olsun emdi. Debdebilik təziye murasımı ötküzüp edim, kalısını kümüştü, zinnet etküzdüm. Bunu en âli yüzü hesaplamam diken. Onun en iyisi Caqagen bunun minnettar bulup gözüge yaş ağallığını kömüdünüz mü? Lekin təziye murasımı tüge tügemeyle,
Sizler Emirhan'ın kallasını yancığızı ettiler. Demek sizler o atalmış rahimdillahlarını ezelden körünüp bakman ve şey kılmışları park züğüret demez mi? Onun kalasından şunluk yığıp durvasa, onu yancığız etmesem, bala kaza bizden dişimiz kememdi. Ölükne kallısı mı şunç kokan mı? Nam ataklık tayanhan boğanları eteki. Şu merhum inanç beni hansızlığı hatırcan bulamadıkken, o közümüş aldı eline takdirden tonumu esirgen idi. Nimedin ezilgen? Sılıdek tanrıdın tılıvağın balısıdın, manımıcında köndürülmegen tayçıgıdın, bununla cengah görmey, ensiz zamandı karın kemek eliştirdin, esirgen idi. Bu oldu bes, ensizlikini halımayman. Hazır fakat Tanrı'nın nayman elini aman insan sağlığa teşekkür eytimen halas. Nerede aman esenlik bolsun, aman esenlik bolsun Emirhan'ın kallısı kitemidi. Bunun ajetlerini gidek nemisi bah, erzimez bir top Mongollarını atla okuyallardın, bir putu gölge sanılgan Emirhan, korkup keçip gelip, çığıra çiriklerimizni kulda ölüptü. Demekçi boğunuz muş iş mi? Demekçi boğunum Tömürçin. Tömürçin kançilik nimeti, o yaylakla koyaşı babakçı meken, o çiçek yaptı, asmandı fakat birini koyaşma, o bosumu, men! Qarab durun, hazırlı berip sizni ürkütüp etken helika Tömürçinni tutup gelemen! Biz o Mongollarni nima qilamiz? Badini tapburab, maylishang'i kiyindirib haqirab turadi ekan, ularni rast tutib kelsizlar, manbayaga yiqib yo'latmasizlar jimi? Ularning tenidan chiqqan yilqi tapburaqni turg'im yo'q. Undaq bo'lsa, birsini etkenmey o'ltirib deyli. Hey, agar chiroyli qizlar, cho'qinlar uchrab qolsa, bir nechasini tanlab, suvga obdan tushirib, pakiz kiyimlarini kiygizib, seyir, eshki qo'ylarni sag'adigan ishlarga salayli. Heros, anlasa Mongollar naqsh etib usullarni yomon emas o'ynaydi ekan, bir nechasini atkilib naqsh etkizib usullashga salsaqmi bo'la? Bo'ladi. Ungutlarga darhol aljavatay, ashim dindash qarindoshlarni birga qo'shin tortishga taklif qilib, bu yovvoyi Mongollarning hammasini qiritayli, komandanlarning sadoqlarini qoldirmay bulab kelayli. Sizler çarşak qilib o'tamsizlar. Urush elni oyatmamatı münasibetlik çoğun iş tursa, onu balalar o'yinchoqlab qoldilarmi? Yeni kelib qaranliq bilan ish ko'rmoqchimi? Hala hozir shunday gap qilishga nima aytdingiz? Merhum han ko'z yumush oldida har vaqt sizlarga tanbih berib turishim bilan set qilgan. Asabilashib, hamoqatlikda chiqiga yetibsiz. Boya meni jangoh ko'rmagan degan edingiz. Amdilikda qo'shin topma da'vatisiz. Zabroq, obdan quloq seling. Men amdi ansiz zamondami korga yaraydigan hollardan bo'lmoqchiman. Voy. Sizlar urush, qirish deganlarga nimancha amraqa? Buningdan boshqa degidak gaplar yo'qmi? Tayanxon, mangayli, tikkichining yeniga berib, tiktirgan yeni kinimni ko'rib kelay. Merhum qog'onim. Ko'z yumganda nemishki bu xotinni billayib ketmay, nadan o'g'illari xotin qilib bergan bo'g'aydilar. Nayman xonligi endi tuyulishadigan bo'ldi. Bu qiyir tekin hara verib, ishimni pishirib etdi. O'ltirasizlar bo'lmasmidi? Ay, mening uni o'ldirgim yo'q demsiz. Lekin marhumxon otam ko'zimish oldida menga bu qirining nasihiga quloq solishni vasiyat qilgan. Shunga unda qilishga amalsizman. Agar bu qiyrining og'zi besiqmasa, bizlar zadila aram topamaymiz-da. Aldirmay turmamsiz. Men bir amal qilib bu qiri tekini ikkinchilab ma'rimas qilib etaman. Nerede gelişala? Umut kabilesiydin. Umut kabilesi nerede? Naymanlarning sharqi janubida. To'g'ri, biz Umutlar avloddan-avlodgacha ulug' Oltin xonligining shimoliy chegarasini qo'g'dab keldik. Bu yerda xiyli Iroqda biz bu turqishni qo'zg'alga, bu yer atiyazli sizlarni aram topdik. Marhamat. Tayanxonning dadisidan qolgan o'gay onasi Gurbasu xonish biz Mongollarni top buraydi debdi. Hey?
Bana nima ish turmaydi, ha? Ağanım, buna qilayli. Uni bulab kelgandan keyin tina hammadan bek puraydigan birisiga beraylik qandaq, ha? Hey, Qurchi, sen bek puraysan ku deyman, ha? Ben ma? 30 xotinning qatorida sana bersam qanday? Ay, bo'lmaydi. Juchadey tog'amning badini hammadan bek puraydi. Ishonmasanglar, purab yiqillar. Qani, purab yiqillar. Bo'ladi. Gurbasi o xotin Jurchadey tog'ning bo'ldi, ha? Yaxshi. Naymanlarning tayan xoni elchi avatib, O'ng'utlar bilan birlashib, bizni jazolamoqchi bo'pti. Lekin O'ng'utlar meni Ulug' Oltin xonligining cho'ng amaldori deb qaraydi ekan. Nima? Qolganimiz Ulug' Oltin xonligining amaldorimi? Hey, unutib qoldinglarmi? 8 yil ilgari Oltin xonligining vaziri O'yinshon menga javob qo'ray, yana har qaysi qabilalarni bir tutash boshqaradigan oqsoqol degan martini bermaganmidi? Ha, to'g'ri. Shundoq ish bor edi. O'ng'utlarning oqsoqoli meni o'ziga o'xshash Oltin xonligining amaldori deb o'ylag'achqa, Naymanlarning elchisini nazarband qilib, bu ma'lumotni bizga yetkazishga o'g'lini avatibdi. O'tganda Naymanlar Amirxonni o'ldirmoqchi bo'lganda biz ular bilan ilishqan-ku. Ularning bo'yni karaylar, markitlar ham tatarlarnikidan qattiq emaskan-ku. Hey, sarchog'lama. Tayanxon har qaysilarning sadoqlarini tatib olib, mening nomimni yo'qotmoqchi bo'lib emasmi? O qeri ayg'irni tutib kelib aqtqilib yutaylik. Qog'onim, hozir o'z suvda kamsil bo'layotgan seriqtal mezgil. Atlabek o'riq, urushsaqmi ko'zda atlas amirganda urushsaq bo'larmikin? Atlar o'riq bo'lsin bo'pti. Agar hozir Tayanxon bisib kelsa, atlarimiz o'riq deb qarab turibmizmi? Tayanxonni bizni tutib ketishini kutib tursak bo'lmas, biz avval uni tutib kelaylik. Quruq gap bilan shahar og'il bo'lmas degan gap bor. Naymanlar yerikan odami ko'p kuchlik el tursak, tavakkul qilib borsak, Tayanxonni tutib u yoqda tursin. Aksincha o'zimizni Tayanxonni tutib bermaylik yana. Bir Mo'ng'ul botiri agar sadoqlarini dushmanga tatqizib qo'ysa, u ang eg'ir ham chidovsiz nomus qilib qoladi. Undaq yashaganda ko'ra, o'zga yaxshi. Tayanxon shundoq gaplarni qilgan bo'lsa, uni kechirgili bo'lmaydi. Biz cho'qim ularning komandozlaridan sadoqlarini tatib olib, nomini o'chirib avval dadisiga yatliq bo'lib, keyin o'g'li Tayanxonga yatliq bo'lgan, eriga yomonlikdan boshqani o'rgatmaydigan Nayman g'arishini tutib kelib, o'zimizga siyir sog'diramiz. Undaq qilolmasak, o'zimizni yayloq botir hisoblamaymiz. Biz Naymanlar bilan ilishib baqqan. Mayli dastlabki hujumda bo'lsin yoki Naymanlardan Amirxonni qutuldirish uchun qilgan keyingi dala urushida bo'lsin, amniyat isbotladiki, ularning odami rost bizdan xeyli ko'p. Lekin hammasi manqib ekan. Belgitayning degani to'g'ri. O'tganda biz ular bilan ilishqanda, Naymanlar o'zining kuchsizligi yo'qsa, to'shqandek taqqa qarab qochadi ekan. Bu qitim ular qachaligan taqdirdimi, qolgan o'rdisi qachamaydi. Tayanxonning o'zini chaqlamay ishlatgan ishlarga biz chidab turmaymiz. Ular darhol jazo yurish qilaylik. Jo'chetay tag'a, pat arada turmaydigan xotinga erishadigan bo'ldingiz, ha? Yaxshi, mushunda qaysar sarkardilarim tursa, qalbi qazlamasligimizni ansiraydiqmi? Hozir darhol o'yin to'xtatib, Naymanlar bilan qilgan hal qilish jangi tayyorlanaylik. 1204-yili atiyozda Mo'ng'ullar ikkinchi qitim kun petishdagi Naymanlarga jazo yurish qildi. Bu chog'da To'mirchin 42 yoshda edi. Mo'ng'ul botirlari, men sizlarni Nayman komandozlarining sadoqlarini tatib olishga boshlab boraman. To'mirchin! Avval shuni deb qo'yayki, bu urushni qilmoq oson emas. Qo'lim bo'yi yaylig'idan Oltay tog'larigacha 5-6 ming chaqirim yo'lni bosamiz. Yo'l bo'yi chorvachilik ham ovchilik tayinib, butun qo'shinning ta'minotini qo'llaymiz. 100 kun yo'lmaymiz. Biroq biz hargiz adishib qolmaymiz. Mana bu yigit O'ng'ut qabilasining elchisi, O'ng'utda oqsoqolning bekzodisi, meni yangi kuyovim Buyon Shaybon bo'ladi. U bizga yo'l boshlaydi. Burun urushlarda har qatim digidek mudofaadan boshlagan edik. Shunga Kuraning joylashtirilishi nihoyatda yaxshi rol o'ynagan. Hozir bo'lsa, hujum tashabbuskorligi bizning qo'limizda. Endi talganlarga kura yasab o'ltirmaymiz. Nechi tumanli qo'shinning o'zini yo'li besib hujum qilish ehtiyoji maslish uchun butun qo'shinning sarkardilarini boshqadan saplab, jamoat va qabilalarni chekilib uzamiz. 10 tutunga 1-15, 100 tutunga 1-105, 1000 tutunga 1-1005 saylaymiz. Mayli chorvachilik, ovchilik yoki urushli bo'lsin, hammalar ularning qo'mondonlari bo'lsinlar. Bundan boshqa har qaysi noyonlarning farzand qarindoshlaridan bir tuman botirni tanlab, qo'l qo'shinning turg'avlari, ya'ni himoyachi qilamiz. Saplangandan keyin tuqqan nazar berib, otilamiz. Karaylar yo'q qildi. Jonurchinning yayloqni birlikka
Naymanlarni yo'qotish edi. Ben sizlerle ezde kolum boyur çoğun aylığı başlap verip Mongol komandantlarının sadaklarını bulup gelmekçiydim. Perverdigarı şükrü Demirçin öldürüp gidip yüzü olmaz ki yaptı. Ağlısa bu fakat çıktılı hudunu elip yaptı. Ben özgen emez bu. Gereklerimizge heriniz mi yetki gidek? Aman yok. Yetmeyenler, yeneler özanla tapasılar. Ha? Yakısı aval özlerine hudunu aman iyisen saklayla. Biz puxta tayyorlik ko'rib qo'yaylik. Bundan keyin kimga bayat qilishni o'ylashmasak bo'lmaydi. Uning degani emas. Bu karning kallasi Amirxonnikiga o'xshash, tenidan juda bilay deb qoldi. Shunisi uning kallasini ko'mishni bezaydigan odam chiqqanda yo'q. Jamoqa. Og'zingizdan yaxshi gap chiqmay. Shundoqli yig'ib turdi ekan. Tayanxonning cheriklari xil tursa, mana hayvat bilan otib ketyapmanda. Menimcha Temirchindan ajili to'sh. Menimcha biz boldiroq bir amal qilsak bo'ladi. Qag'anim, bizning odamimiz az, onun ustiga jiroq yo'lni besib keldik. Ahvol bizga foydasizmikin? Keşt qo'lalig'i tushganda har bir cherik 5 yagi gul hayoqsin. Unchalar ko'p gul hayoq nima qilamiz? Gulxon bilan ularni qo'rqitamiz. Bu yaxshi sharkan. Tutqun sag'ir dalasiga gulxon yaqsaq, Tayanxon bizning qanchalik cherigimiz borligini uqolmaydi. To'g'ri. Tayanxon urush qilib boqmagan. Buncha ular nurg'un gulxonni ko'rsa, uni nima qilarini bilmay qoladi. Mongollarning gulxonlari yurtizdi ko'pgina. Odamlarmi saldek yamrab yurmamdi. Odamlar yana ko'payadi. Qaranglar. Ko'rdinglar? Odamlar ko'p bo'lgani bilan jangovar bo'lish notayin. Jamoqa, siz Temirchindan yot urug' qerinishgansiz. Dapiqma. Ular qandoq urush qiladi? Nima deysan bola? Ular odamga o'xshamaydi. Nayzi bilan ko'ziga tiqsa, ko'zni met qilib qo'ymaydi. Qilish bilan yuzini tilsa, medirlab qo'ymaydi. Urushning gapini olsa, kirishdan etilgan o'qdek oldiga etilishini biladi. Qo'lidagi qilishni o'ynatib, o'ng soldikilarni qo'ymay chopadi. Ular otni xuddi sag'irsiga shaplashib qolgandek minadi. Farmon qilingan aman naqshi etib etilib keladi. Düşmanını öldürüşün toyuğu bağandek asan çağlaydı. Bulala. Tuz mayli. Mayli. Xonatan bütün qo'shinni chekilishga buyuribdi. Nemishqa? Tayanxon Mong'ollarning otlar o'riq bo'g'ini bilan yaqqan gulxonlari yulduzimi ko'pkan. Qaraganda odam ko'p o'xshaydi. Yana anglasak, shuncha jasur tatarlar ularning ko'ziga nayiz tiqsa ko'zini metqib qo'ymaydi ekan. Qilishni beshiq ursa beshin chayqab qo'ymaydi ekan deydi. Unda xosni bo'pti. Tayanxon undan ko'ra Oltay tog'iga ko'chib avval qo'shinimizni radga salaylik. Ondan ularni keynimizni agashtirib tog' ichiga boshlab kiraylik. Fursat kelgan hamon tuyuqsiz qaytar hujum qilsak, cho'qim yanimiz deydi. Gap tugidimi? Serkardilerim bilen Mongol esirlerini qandaq taqsim qilish to'g'risida plan tuzib olsam, mazlum Botir Tayanxon mening muhtaram otam qo'rqib ketibdi-da. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Mening bu otam kichigidilla o'rdida cho'ng bo'g'ashqa mo'zay o'tlagan, ikki qat xotin hojatga borgancha yagimo chamdab boqmagan. Tatatonga otamning bukirni obdan saqlasizlar. Otamga shuni deb qo'ysizlar. O dushmanning qarshisini ko'ra ko'mayli chekingan bo'lsa, sepi o'zining xotin kishiga. Nima? Meni
Kim kişikenden da? O yine, ne mi dedi? Xonzodam silini mozay o'tlagan, ikki qat xotin hojatga bag'anchilik yagimi chamdab baqmagan deydi. Kim silini bu geplerini kötüp kesin depti o? Güçlük özü çünkü batır bolsa, iki taraf tutuşkanda Tanrım bu oğlumның cesaretiga medet bergey. Qarab turunla, gepimi kirmey çokum tumşkığı yeydi. Kene, tek köremiz. Qaytip berip teveligin anı obdan saklanla. Evet, tömür için besip gelidi o. Hop! Tatatona, mühürünü elip orduk qaytaylı. Ferman berdirman. Tayan Xan! Xan pederleri uruş qılanda ezelden düşmengi erkekten dönmesine tulpardan sağrısını gözetmegen. Şunç kuş kudretli turup, elişmay turup qoqib ketkenler nemesi. Bundak toku yürek ikenliklerin baldırını bilgen olsam, gürbensini koşun kumandanlık kıldırırsa olup diken. Sabıraq! Merhum pederimge vezir boğan dep, buncu ola eddinizde işip ketmem. Mışı degininiz gibi olsun mu, can tikip ilişkini ilişkan. Ordunu korşap, Tayan Xan'ı yaxşı odala. üstüp gitipti. Uning qo'shini qarmandilar. Xuddi to'pon besib kelayotgandek, to'rt tarafdan yo'pirilib kelyapmandi. Xuddi palto bilan o'tin yorgandek, o'z qo'shinni udil yerib kiryapmandi. Bo'ridek itilib kelayotganlar kim o'zi? Temirchindan odam go'shini boqqan to'rt kuliki. Nima? Mo'ng'ullar o'g'li chiqqanda kulik ularning eng yaxshi yordamchisi. Jaba, Subotay, Qubulay, Jalmala, Shermat sarkardilar. Ularning manglaylari tushdek, tishlari nayzidek, tillari bigizdek, yurak bag'ri toshdek, qamchilar qilishdek, shabnamni usuliq qilib, shamolni ot etib minadi. Urush kunlarida odam go'shini o'zi qiladi. Undoq bo'lsa, bu yavoyi Mo'ng'ullardan nariroq bo'lsak bo'ldi. Jurchadek. Uning başlık ağaları hemmisi neyzvaz azmetler. Kan içip mal bilip bulaydıgan batırlar. Düşmanımız limonunca güçlenip ketken de. Biz yaxşısı. Umarım almaştıraydık. To'xtab tursizlar.
tarafga yangi bir qarsili. Temircin o'zi tursavul bo'pti. Qaysi? Al qo'ling suldirayli bag'ini. Uning oldida itlik mang'ini nemisi? Uning butun badani tushdi qo'yilgan. Negiz qismi kirmaydi. Perverdigar. Nima degan qo'rqinchliq. Endi Allah'a qarsıda bu Temircin'in ikinci enisi Qasım. Bu Moğolların umum hücumunu başlığalıqdan gerek berdi. Derhal küçük hanzarı haber besle. Kasarga takabül dursun. Qasarı takabül turmakçı mısılı? Bilmeydiğen okşaydılar. O bir oltırışıda bir qonucunu yaratıdı. Atkan oku 10-20 adamını teşvit ediyor. Biz yaxşısı tızraq çekineyli. Qancıcıraq gidelse şunca yaxşı. Tez qeşi var. Bu toğu yürek teri əbləq. Əmdi mən bu Tangut ilgi verip qanalıq izlesem bu kadar. Yürü lan. Lezzetlik nakşam senin kalbimde saklanıp kalgan. Dağ üstüde tutkan bu makan senin bilen buldu bir payan. Tar
keçe iqlimga Çupalla kalbide aman o yolga Ah hey Ah hey Ah hey Ah yeah Bulğan her bir boğak çekrede Sinilmeyeceğiz hulkum buludu ayan Her bir çarvicim çiray hüsnede Şikrimiz